Jahondagi ishlarni bizdan angla. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Jahon ayniki. Jahon ayniki. Jahondagi eng yangi qiziqarli ishlar, moda va fan texnika, ajoyib g'aroyib ishlar to'g'risidagi uchurlarni sizlarga yetkazib kelayotgan Jahon aynigi programmamiz yana sizlar bilan yuz ko'rishdi. Men do'stinglar Mahliya Ibrohim. Bugun Jahon aynigimizda qaysi mazmunlar ayon bo'ldi ekan, birlikda quloq sepaqaylik. Jungoning o'yin loyili güchlari butun dunyoga Jungoning to'r o'yinini tanitdi. Bugungi jahon paranglarimizda odi bilan vaqt anglaymiz. Tunji navbatlik mamlakatlik mahorat musobaqasida oltin medalga erishgan mahirlarning qandoq o'sib yetilishi hikoyalari bor. Poyezdda bekatdan o'tib ketganda qanday qilganda o'zingiz tushadigan bekatga haqsiz qayta olasiz? Bugungi programmamizda bu haqda so'zlab beraman. Chanshada ambahar velosipedlarning qalamqon qo'yilganlik masalasiga tadbir qo'llandi. Xo'sh, tuandondaqda hammamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaylik deylik. Jahon sayohati boshlandi. Qadrli do'stlar, Jungoning o'yin loyiligichlari butun dunyoga Jungoning to'r o'yinini tanitdi. Tuanda bu vaqtdagi paranglarimiz dehqonlarda. 2020 yili o'yin loyihaligüchi Gaoming ikki xil yangi o'yinni loyihalash bilan aldirash bo'ldi. Bu ikki o'yinning birida shahardagi kishilarning aldirash turmushi aks etgan, yana birida Jungo chamboshchiligi mazmun qilingan. Gaoming o'zining bu bir necha xil o'yini orqali texmi ko'p chet ellik o'yin havaskorlarga shuni his qildirmoqchi bo'lganki, ya'ni kino, televiziya, adabiy asarlarga o'xshash o'yindimi davlatimizning madaniyat qimmati mujassamlangan. Gaoming mundaq dedi: "Meningcha, bu chet elliklarga bir qadar yangi mazmunlarni ko'rsatadigan mahsulot. Mayli o'ynash usulidagi ijodiyat bo'lsin yoki keyindagi hikoya uqumi bo'lsin, o'zgachilikka ega. Başdan axir bir qadar kamtar pozitsiyada bo'lib, oddiy shaxslarning oddiy hikoyalarini bayon qilib, dunyo va orzuga ahli pozitsiya bilan muomala qildik." Gaomingning orzusining ishga eshishiga Shanxay erkin savdo rayonidagi bir korxona, ya'ni Shanxay Beijaxi uchur texnikasi taraqqiyot cheklik shirkati asos bo'ldi. 2013 yili 9 oyning 29 kuni Shanxay erkin savdo sinoq rayoni qurildi. 001 nomerdagi tunji viviska asqan korxona dal bu Jungo chet el sherikchiligidagi o'yin loyihalash shirkati. Uning barliqqa kelishi davlat ichida tarqatiladigan o'yin uskunlari, o'yin mazmunini xalqaro bilan mos qadamda jipslashtiradigan echivitish musobaqasini ishga oshirdi. Beijaxi shirkatining yuqori darajalik tijorat direktori Zhou Ying muxbirga mundaq dedi: Shanxay erkin savdo rayoni qurilgandan keyin Sharq Marvoyiti yangi taratqu paychaklik shirkati bilan Amerika Microsoft shirkati sheriklashib Beijaxini qurdi. Bugungi kunda Jungoning bir top o'yin loyihaligüchilari erkin savdo rayoni orqali yangi yo'l echib, chet elga yuzlanib, butun dunyodagi o'yin havaskorlarga Jungo o'yinlarini tanitdi. 2013 yildan hozirgacha 70 necha xil o'yin setildi. Buning ichida 18 xilga yaqin o'yin chet elga tarqatildi. Joying yana mundaq dedi: Shanxay erkin savdo rayonining oldin sinoq qilish orqali Jungoning davlat ichidagi o'yin motori, kiygili bo'lgan uskunlar, 3D texnikasi qatorliq o'yinga aloqador kasblarning taraqqiyoti ilgari surilib qolmay, davlat ichi sirtidagi a'lo sifatlik o'yin mazmunidagi aloqami yana ilgari surildi. Buningdan ilgari davlat ichidagi o'yinlarning chet el bozorini egillashi ta'siri. Shanxaydagi o'yin loyihaligüchi Hui Shumo muxbirga mundaq dedi: Davlatimizda ishlangan televizor ekrani o'yinda yaxshi o'yin mahsulotlari bor, lekin yaxshi setish yo'li yo'q edi. O'yin mahsulotlarining eksport qilinishimi murakkab edi. O'yinni Yevropaga kengaytmoqchi bo'lsak, yo'llash bilan hal qilg'ili bo'lmaydi. Balki tarqatquchi tarafning qo'llashiga to'g'ri keladi. O'yin mazmunini yerliklashtirish kerak. Beijingdagi o'yin ishlovchi Gaoming Shanxay erkin savdo rayonining bevosita manfaatlanguchisi bo'lib qoldi.
Uning Sham Odam nomli o'yin asari Bayjaxi shirkati tarafidan bayqilib, tadrijiy holda dunyoga yuzlanib, dunyoning har qaysi joylarida tarqatildi. Gaoming mundaq dedi. Ular davlat ichidagi bir qism egilik tiklagan o'yin o'maklarini topmoqchi ekandiq. Men sinab baxdim. Ular bizni Microsoft bilan aloqalashish yo'li bilan ta'minladi. Keyingi ko'rgazma fursatini qo'lga keltirish uchun raqobatlashdik. Sham Odam nomli bu o'yindan boshlab men barliq xizmat zehnimni o'yin loyihalashga qaratdim. Bayjaxi shirkati Shanxay erkin savdo rayonidagi tunji korxona bo'lish sifati bilan Joying har vaqt Shanxay suratini his qilib turdi. Sheriklashgan korxona bo'lish sifati bilan ilgari turli tekshirib tasdiqlash tartiblariga uzun vaqt ketadi. Erkin savdo rayoni qurilgandan keyin uzun tekshirib tasdiqlash tartiblari qisqardi. Joying mundaq dedi. Aslida bizning tekshirib tasdiqlashimizga 2 haftadan 3 haftagacha ketadi. Hozir erkin savdo rayonining savdo sanoat ko'znikida 2 kundan 3 kungacha bejarib bo'lg'ili bo'ladi. Bu tartib bo'yicha tekshirib tasdiqlash halqasidagi vaqtni zo'r darajada qisqartdi. Shanxay erkin savdo rayoni yana ko'p yillardan buyon korxonalarni qiyin ahvolga tushirib qo'ygan ikkinchi qitimliq tasdiq hujjatini amaldan qoldirdi. Chunki o'yin bosh apparati setilganda doim bir qism eng yangi o'yinlar bilan bog'lanadi. O'yin o'ynagichilar apparatni olgan hamon o'yin o'ynay oladi. Ammo o'yin bosh apparati tasdiq hujjatini olgandan keyin bog'langan o'yinlarga aloqador kichik tasdiq hujjatini yana tasdiqlash kerak edi. Ilgari Bayjaxi o'yinni eng yaxshi setish vaqtini qo'ldan berib qo'ygan. 2017-yili Shanxay tamojnisi ikkinchi qitimliq tasdiq hujjatini tashabbuskorlik bilan amaldan qoldirib, korxonaning tasdiqlangan mahsulotlarni davlat ichi bozoriga texmi tez elib kirishiga turtki bo'ldi. Joying mundaq dedi. Hukumat dadillik bilan sinoq qilib, korxonalarga yordam berdi. 2017-yili 12-oyda tamojna ikkinchi qitimliq tasdiq hujjatini amaldan qoldirdi. O'yinni akirishmi qulaylik bo'ldi. Shanxay erkin savdo rayonining qurilishi Gaomingga o'xshash o'yin loyihalaguvchilar va odatdagi o'yin o'ynag'uvchilarga naf yetkazib qolmay yana butun mamlakatning nurg'un joylariga ta'sir ko'rsatdi. 2020-yili 9-oyning 21-kuni davlatimiz Beijing, Hunan, Anhuining 6-turkumdagi erkin savdo sinoq rayonini kutib oldi. 2013-yili 8-oydan buyon orqa-orqadan qurilgan 18 erkin savdo rayoni qo'shilib, davlatimizning erkin savdo rayoni 21 ga yetdi. 13-5 yil mezgilida erkin savdo sinoq rayoni mablag' selish, savdo, pul muomalini echib etish, ish davomida va ishdan keyin nazorat qilib boshqarish qatorliq sohalarda oldin yo'lga qo'yib, oldin sinoq qilib, 173 turlik tuzumda yangilik yaratish natijasini butun mamlakatga kengaytdi. Bunun ichida taxminan 20 Shanxayda tunji bo'lib yo'lga qo'yilgan. Xbox ko'rgazmasi nurg'un o'yin havaskorlarini jalb qildi. Kelgusiga nazar solsak, Microsoft Xbox Osiyo Tinch okean rayonining mas'uli Rod Chang muxbirga mundaq dedi. Yangi bir yilda Bayjaxi va Shanxay erkin savdo rayonining yangilik yaratish supsi orqali texmi ko'p jungolik loyihalaguvchilarning butun dunyoga jungo ideyasini bayon qilishini umid qilaman. Yevropa Amerika o'yinlarini echish ideyasi jihatda balkim Jungonikiga azroq o'xshamasligi mumkin. Masalan, o'yindagi personajlarning loyihalanishi, hikoya xarakteri qatorliqlar. Jungoda loyihalangan texmi ko'p o'yinlarning dunyodagi eng yaxshi setiladigan o'yinlarga aylanishini umid qilamiz. Bizmo mablag'ni ko'paytib, Jungodagi texmi ko'p o'yin loyihalaguvchilarni qizib chiqamiz. Tunji növbətlik məmləkətlik maharat müsabiqəsində altın medalga erişkən mahirlərinin qandaq ösüb yetiliş hekayələri bardı? Birlikdə qulaq sepaqaylı. Tunji növbətlik məmləkətlik maharat müsabiqəsi 2020-yili 12-ayının 13-günü Guangzhouda muvaffaqiyətlik ayaqlaşdı. 3 günlük keskin müsabiqələş arqalıq 86 türdə mükafotga erişkənlərinin ismligi e'lon qilindi. Musobaqada har qaysi turlardagi oldingi 3 mahirga oltin medal, kumush medal, mis medal tarqatildi. Har qaysi musobaqa turlaridagi oldingi 5 nafar mukofotga erishgan mahirga mamlakatlik texnika mahiri degan nom berildi. Bunun içine Dünya Lavha Talashish musobaqasining tanlash turida tanlangan munavvar mahirlar 2022 yillik Shanxay 46 navbatlik Dünya Mahorat musobaqasida Jungo mashqlantirish atritiga tanlanib, keyingi markazlik mashqlantirishga qatnashadi. Bu navbatlik musobaqadagi barliq mahirlarning o'rtacha yoshi 21,8 yosh.
Altın medalga erişken bu mahirlar qandaq qilib 2500 dan ortiq mahir ichidan o'zib chiqa oldi? Ularning yana qandaq o'sib yetilish hikoyalari bor. 86 turdagi oltin medal rad tartibining e'lon qilinishiga agishib, chempionlar mukofot elish sahnasiga chiqdi. Ularning tabassumidan to'limu hayajonlanganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Jo'jang daryosi bo'yida musobaqaga qatnashgan mahirlarning irodalik, ixtisosliklardan bo'lib yetishib chiqqan yoshlik hikoyasi va texmi mukammal qilishga intildigan hunarvan ro'yi elimiz mahorat ixtisosliklarining yuqori sifatli taraqqiyotining ixcham ko'rinishiga aylandi. Nafs yağaççılık türünün reperlar başlıqı Yu Jixong'ның qarışıca көз алдыдaki bu əsər musabaqa qatnaşqan 22 mahir içində ən yuqarı səviyyəni tamamlagan əsər işkən. Yu Jixong mundaq dedi. Bu bir zakaz qılınğan dərizə. Onun içində intayin çiraylıq gül nusqaları var. Şuna o nəfis yağaççılıq deb atıldı. Hər bir yoçuqqa qoyulduğan tələb 0,2 mm içində bolsa, naiti yuqarı tələb qoyulğan boludu. Bu əsər Şanghay şəhərlik Şəhər Fən Texnika Məktəbinin oxuğucusu Sünyanның qolundan çıxqan olub, 18 yaşlıq Şanghaylik yigit mükəmməl ifadəsi bilan tuncu növbətlik məmləkətlik maharat müsabiqəsi nəfs yağaççılıq türünün çempionluğuna erişdi. Sünyan mundaq dedi. Bu mən üçün bir şan şərəf bolubla qalmay yana mənə türtki boldi. Məmləkətnin hər qaysı joylardakı aldınqı qatardakı mahirlar bilan o'zaro fikr almashtirganda o'zimning yanımı tirishishim kerakligini his qildim. Bu qitimqi musobaqada Sünyan 21 mahir bilan bir sahnada musobaqalashdi. Raqobat keskin bo'ldi. Qo'lda mashinada yasashni birlashtirish orqali to'g'riliq darajasi intayin yuqori bo'lgan mahoratni o'rindadi. Sünyan muvaffaqiyat qozonishning oson yo'li yo'q. Faqat ko'ngil qo'yib texnika o'rganish, tadqiq qilish kerak deb qaraydi. Sünyan mundaq dedi. Mən hər bir medalның mahirlarning har kuni kecha-kunduz mashq qilishi va trenerlarning ijtihod bilan tirishchanlik ko'rsatishidan ayrilolmaydiganligiga ishonaman. Siz bir mahsulotni ortiq ishlab chiqarsangiz, o'zingiz qanoatlangandek his qilasiz. Asosligi texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni o'ylaysiz. Agar buningdan keyin davlatimizga vakolatan musobaqaga qatnashib, oltin medalga erishib qolsam, albatta buningdanmi cho'ng xushallik bo'lmasi kerak. Sünyan kichikidalla binokorlikqa alohida qiziqatdi. Maktabga kirgandan keyin binokorlik kasbini tanlaydi. 2017-yili bir tasodifiy fursat bilan u kasbiy yo'lni o'zgartdi. U maktabda nafs yog'ochchilik tashviqotini ko'rib, yog'ochdan yasalgan narsalarga bo'lgan qiziqishi va qo'l selib sinab beqish orzusi bilan qiziqishini oddiy bir o'rindiq yasashdan boshladi. Her bir tügün halqıla ixcham, halqıla bir-biriga zish bağlangan. Şunun bilan bir vaqt yana türlük asboblarda qo'lni kesib olish xavfimi bor edi. Sünyan mundaq dedi. Yağaç materiallarini pishiqlab ishlashdagi ba'zi mashinalar intayin xatarlik. Ba'zida men qo'rqib ketaman. Yana psixik jihatdagi ba'zi to'salg'ularni yengishga to'g'ri keladi. Yasagan buyumlarning qirini qirishga to'g'ri keladi. Ba'zida yağaç materiali qonqib chiqib ketib, qo'lga tushishi mumkin. Bu nihoyatda xatarlik. 2000-yillarda tug'ilgan Sünyanning hunarvan ro'yiga bo'lgan tushunishi dal uning qiziqishini izchil davomlashtirishidagi harakatlantirgich kuch. Reperlar boshlig'i Yu Jixong'ning qarashicha, yoshlardagi tirishib fikr yurgizib, qo'l selib ishlashni xushallik deb bilish iqtidori ularni keng sahna bilan ta'minlaydi ekan. Yu Jixong mundaq dedi. Hunarvan faqat bosh cho'kirib ish qilish bilanla bo'lib ketib, fikr yurgizishga ahamiyat bermasi bo'lmaydi. Tafakkuri orqali hunarni ijodiyat jarayoniga birlashtirish kerak. Meningcha bundaq bo'lganda o'sib yetilish yo'li texmi keng bo'ladi. 19 yoshli mahir Zhu Shindong bu navbatlik mamlakatlik mahorat musobaqasida qurilish metal qurilma turida oltin medalga erishdi. U Shandong Liaochengdan bo'lib, 17 yoshida Shandong qurilish texnik sho'yaniga kirib, bu maktabning binokorlik metal qurilma kasbining tunji turkumdagi o'quvchisi bo'lib qoldi. Zhu Shindong mundaq dedi. Atigan soat 8da dars boshlaymiz. Tushdan burun 4 soat o'qiymiz. Tushdan keyin soat 1dan 5gacha bo'lgan 4 soat, ondan kechda 2 soat yoki 3 soat o'rganamiz. Bir oyda bir kun dam olamiz. Zhu Shindongning yetakchi o'qituvchisi Shandong qurilish texnik sho'yani zamonaviy yasmichilik sho'yanining mudiri Chin Rongjian uning aloyidligini bayqab oladi. Chin Rongjian mundaq dedi. Masalan, xato yozib qo'yganda ba'zi savoddoshlar o'chirgich bilan pokiz o'chirmayla ustiga davomli yozadi. Ba'zilar pokiz o'chirgandan keyin ondan ustiga yozadi. Uning go'zallik qarshi uning bu ishga bo'lgan intilish darajasini belgilaydi. Xuddi uning asarlariga o'xshash mukammallikni qo'g'lashishdir. Shakl farqlantirish, avrishga qo'yish,
kesish, kapsharlash, qurashtirish halqalarini bir-biriga ulash orqali ondan o'zingizning asarni barliqqa keltira olasiz. Binokorlik metal qurilma kasbi amaliyotda an'anaviy selsorlik, kapsharchilik, qurashtirish qatorliq ko'p xil ish turlarini bir gavdalashtirgan. Qarmoqqa notunish bu kasb qushchangisi, so'kupi, Guangzhou munari qatorliq bir yurish belgi xarakterlik qurilishlarning po'lat qurilmalik qurilishini vujudga chiqargan. Bundaq murakkab qurilma loyihasi bu ish turining bo'shliq tasavvuri va bir tutash planlash iqtidorini zo'r darajada sinaydi. Bu dal Zhou Xindongning maharati edi. Zhou Xindong mundaq dedi: "Men har bir bo'lakni yasaganda yoki yangi chertyojni olgan vaqtimda har bir bosqichni oldin o'ylashib bo'laman. Chunki tafakkur yo'li bundaq bo'lganda aniq bo'ladi. Bu asarda nurg'un zapchas bor, yana nurg'un o'lchamlar bor. Siz bu zapchaslarning har bir qadamdagi qurashtirish tartibini o'ylashingiz kerak. Aniq yaxshi o'ylashib bo'lgandan keyin ondan kapsharlashga to'g'ri keladi. Chunki kapsharlash issiqlik qabul qiladi, shakli o'zgaradi. Shunga cho'qim atrofliq o'ylashish kerak." Oldingi navbatlik dunyo mahorat musobaqasining mamlakatlik tanlash musobaqasida Zhou Xindong mamlakat bo'yicha 5-chi bo'lib davlat komandasiga kirib mashq qildi. U olg'a ilgirlash ishonchisini texmi chingitdi. Zhou Xindong mundaq dedi: "Men boshqa o'lkadagi barliq mayirlarning nihoyatda qaltis ekanligini bayqab, texmi tirishishim kerakligini o'yladim. Dunyodagi eng yuqori saviyani nishon qilib qo'g'lishish, mahoratni uzluksiz o'stirish kerak. Bu o'zimni chiniqtiradigan yaxshi fursat. Yoshlik bahorim amdi yana kelmaydi. Faqat mushu bir qitimla." Uning barliq tirishchanligi, oqquzgan qon tari bugungi muvaffaqiyatini vujudga keltirdi. Yetakchi o'qituvchi Chin Rongjian Zhou Xindongning asarlariga hunar san'at bo'yimi deb baho bersak ortiq ketmaydi. Uning asari tashqi ko'rinishdagi eng yuqori chekka yetgan bo'lib, xuddi hunar san'at bo'yimiga o'xshaydi dedi. Hunarvan ruhi texnikada yuqori pallaga bo'lgan intilish asarning mukammalligini qo'g'lashdan iborat. Zhou Xindong mundaq dedi: "Mening o'ylaganim cho'qim shularning ichidagi eng yaxshisini qilish, asarim orqali boshqalarni huzurlantirish. Reperlarning bir buyruq berishi bilan uchur to'ri liniya o'rinlashtirish turining 3 kunlik jami 15,5 soat davomlashgan musobaqasi oxirlashdi. Tianjin shaharlik elektronlik uchur texnik sho'yandan kelgan Zhang Honghao kaskin musobaqada oltin medalni qo'lga keltirdi. 2000-yilda tug'ilgan Zhang Honghao musobaqadagi qiziq nuqtaliq mayir edi. Shunga musobaqadagi xizmat ustilining oldi boshdan oxiri kishilar to'pi bilan liq to'lgan edi. Lekin u to'limi salmoqliq, tamkinlik bilan musobaqani tamomladi. Zhang Honghao bosh cho'kirib ishlash g'albini qo'lga keltirishdagi sirim dedi. Zhang Honghao mundaq dedi: "Men beshimni ko'tarib boshqalarga qarab baxmadim. Qanchalik odamning borligini bilmayman. Varang-churang ovozlarni men asosan bevosita nazardan saqit qildim. Uchur to'rining o'rinlashtirilishi minglagan, 10 minglagan oilalarning to'r bexatarligi bilan munosabatlik bo'lib, ahli iqtidorlik davrning sanoat asosi. Shunga ozroqmi bexastarlik qilishga bo'lmaydi. G'alba qilishda Zhang Honghaoning o'zgacha mahorati bor edi. Ya'ni har bir ishni inchiklik bilan qilish. U odatda kunda degudek chapaliq mashq qiladi. Har kundagi dam olish vaqti 7 soatdan oshmaydi. Dal texnikaga bo'lgan qat'iylik Zhang Honghaoning kasbiy texnika va universal iqtidorini ushqandek yuksaltirib, Tianjin shahrining 46-navbatlik dunyo mahorat musobaqasining bu turdagi tanlash musobaqasida muvaffaqiyatli holda birinchilikka erishdi. Tianjin shahriga vakolatan 1-navbatlik mamlakatlik mahorat musobaqasi qatnashdi ham oltin medalga erishdi. Kelgusi to'g'risida to'xtalganda u muallimi Wei Guofaga jang e'lon qildi. Zhang Honghao mundaq dedi: "Mening nishonim muallimimdan eshib ketish. 2021-yili davlat komandasiga tanlanish uchun izchil tirishiman. Ondan 2022-yildagi Shanxay dunyo mahorat musobaqasida cho'qim eng yaxshi natijani qo'lga keltiraman." Kun danglatimiz. Poyezdda bekatdan o'tib ketgan vaqtingizda qanday qilganda o'zingiz tushadigan bekatga haqsiz qayta oladiganligingizni bilamsiz? Xo'sh, bu to'g'risida sizga ish o'rgatib qo'yay. Yuqori suratli poyezdda bekatdan o'tib ketganda qanday qilish kerak? Mundaq mashg'ulot qilsangiz, tushadigan bekatingizga haqsiz qayta olaysiz.
Yaqında Jiangsu өлкىسى Nanjing Janubi vokzal сақчықанысының сақчысы Jiangnan yo'lovchilarga mundaq eskartish berdi. Agar poyezdda tushadigan bekatdan o'tib ketsangiz, mundaq qiling. Vaqtida poyezd boshlig'ini izlab yordam so'rang. Poyezd boshlig'i yo'lovchi to'shish xotirasini to'ldiradi. Andin yo'lovchi to'shish xotirasini ilib keyingi bekatga tushadi. Yo'lovchi to'shish xotirasini vokzal supasidagi xizmatchi xodimlarga topshirib beradi. Xizmatchi xodimlar yo'lovchini qaytib keladigan yuqori suratli poyezdga haqsiz o'ltirishga o'rinlashtirdi. Buningga qarata to'rdashlar bas-basda munolarni bildirdi. Bu mashg'ulot haqiqatan qulaylik ekan. Jiq bilimga ega bo'ldim. Yana ba'zi to'rdashlar o'ziningmi ilgari tushadigan bekatdan o'tib ketgan kechirmishlarini aytdi. Shundaqla haqiqatan o'zi tushadigan bekatga haqsiz qaytishga bo'ldiganligini bildirdi. Yana bir to'rdash bekatdan o'tib ketganda poyezd boshlig'i to'ldirgan yo'lovchi to'shish xotirasi rasmini to'rda ham baharladi. Shundaqla haqiqatan o'zi tushadigan bekatga haqsiz qaytib kelganligini aytdi. Чаңшада һәмбәр велосипедларның калаймыкан куйылганлык мәсьәлесегә мондак тәдбир кулланды. Changsha shahrining aholilari yo'llarning bargan seri to'silib ketganligini his qildi. Bu qatnash qistonchiligining eg'irlashqanidan emas, balki hamma yerda qalaymaqon qo'yilgan hambahar toksiklet, hambahar velosipedlardan bo'lgan. Hatto qalaymaqon qo'yilganlikdan o't o'chirish avtomobilining qutqizish ahvoliga ta'sir yetkazdi. 2020 yılı 11 aydan başlap Changsha şəhərdəki qatnaş saqçıları şəhər başqurış qatarlıq tarmaqla həmkarlaşıb şəhərdəki 600 minga yaqın həmbəhər velosipedni 100 minga azaytdı. Bunun içində tazlap tərtibki selinganlarning köpüntisi həmbəhər toksiklet idi. Undaqda bular qandaq bir tərəf qılındı? Qandaq qılğanda həmbəhər velosiped həmbəhər toksikletlarning tağdək dövülünüb ketişidən saqlanğılı boludu. Yaqında Changsha şəhərlik qatnaş transport idarəsi, Cəmaət xəvfsizligi idarəsi, qatnaş saqçı tarmaq atirti, şəhər başquruş və universal qanun icra qilish idarəsi, Xalo, Qingju, Meituan qatarlıq 6 karxana bilan mərkəzlik kelishib, ulardan nomer taxtisi yo'q velosipedni aniqlab yig'ib elishini, tartibga selish joyida bo'lmaganlarni belgilangan muddatda tartibga selishini talab qildi. Changsha şəhərlik şəhər başquruş idarəsi şəhər qiyafəti tərtibini başquruş başqarmasının başlığı Yang Lisha mundaq dedi. Changshada 600 minga yaqin həmbəhər velosiped var. Bunun içində tokluq həmbəhər velosiped 460 min. Belgilimi bo'yicha viviska esib ro'yxatga oldirilgani aran 63 min. Bo'libmi 2020 yildan buyon har qaysi cho'ng velosiped korxonalari Changshaga mablag' selishni teziltib, bir yildala 200 minga yaqin həmbəhər velosiped ko'paydi. Buning ichida ko'p qismi həmbəhər toksiklet bo'lib, shahar aholilarining safarga chiqish ehtiyojini qondirish sonidan ko'p eshib ketdi. Shahar rayonining ko'tarish iqtidori bozorga selish soniga mos kelmadi. Həmbəhər velosipedni xohlagancha to'xtatib qo'yish avtomobil va piyodalarning yurishiga ta'sir yetkazdi. Ko'pchilikning fikri xeli ko'p bo'ldi. 2020 yili 10 oyda shaharlik hukumat oldingi mezgillik aloqa to'ri velosiped ijaraga berish yetakchi fikriga tuzitish kirgizdi. Shundaqla bir qator o'lchamlarni tuzib chiqdi. Eng ro'shan farqi shuki, yangi nusxadagi yetakchi fikrda həmbəhər velosipedning umumiy miqdorini kontrol qilish va normalik boshqarishni yo'lga qo'yish oydinlashtirildi. Yang Lisha muxbirga mundaq dedi. Biz oldi bilan qatnash saqchi tarmoqlari bilan birlashib, ziyoda ko'p bo'lgan həmbəhər velosipedlarni radga selib, yo'lning ravon bo'lishiga kapolatlik qildik. Changshaning avtomobil tarqitish normasini tekshirib bekitgandan keyin esovat normasiga asosan har qaysi markadagi həmbəhər velosipedlar nomer taxtasining tarqitilishi bo'yicha qaytadan bozorga selindi. Hozir bozorda nomer taxtasi bor 65 ming toksiklet va 40 ming həmbəhər velosiped saqlab qilindi. Əməli ahvoldan qaraganda Changshaning ko'chalari normal holatga keldi. Shundaqla ko'p sondagi kishilarning həmbəhər velosiped və motosikletga bo'lgan ehtiyoji kapolatga ega bo'ldi. Biz yana shahar rayonining ko'tarish iqtidoriga ilmiy baho berib, ko'tarish iqtidori orqali həmbəhər velosiped, həmbəhər toksikletning umumiy miqdorini bekitdik. Ondan umumiy miqdorga asosan korxonaning selinma normasini bekitdik.
Xabar qilinishicha, navbatda hambahri velosipedlarni qaytarish xizmati tamomlangan. Changshada taxminan 400 ming nomer taxtisi yo'q hambahir tokliq avtomobil 43 vaqtliq saqlash maydoniga dövləngan bo'lib, ko'lami 190 ming kvadrat metrdan oshir ekan. Buningdan keyin faqat qeliplashgan toksikletlar bozorga selindi. Tozlangan necha 100 ming hambahir velosiped qandoq bartaraf qilindi? Bir necha yil burunqi hambahir velosipedning tartibsiz dövlanishi yana ko'rilamdi. Yanglışa mundaqdiri. Biz karxanalardan avtomobil to'xtatish o'rnini o'zi ijaraga ilib to'xtatishni talab qilamiz. Karxanalar subyektlik mas'uliyatini vaqtida ado qilmasa, biz vakolatan radlaymiz yoki amaliy ahvolga asosan ig'ir bo'lganlarni delo turg'izib tekshirib bartaraf qilamiz va vaqtincha tutib qolamiz. Vaqtincha tutib qilinganlarni tekshirib bartaraf qilib bo'lgandan keyin karxanaga qaytarib beramiz. Vakolatan aniqlash jihatimi qarallik holda karxanaga aniqlab berish va elib ketishni uqtiramiz. Xalo velosipedining Changshadagi aloqador xodimi Jangjin muxbirga mundaqdiri. Biz 2020 yili 9 oydan boshlab velosipedni bozorga selish sonini tadrijiy azaytib, hozirgacha bir qism hambahir velosipedlarni chekindirib chiqdik. 9 oyda biz bu yilgi tunji qitimliq yig'ib elish kamaytishni boshladik. 2020 yili 11 ayning 5ida yana ikkinchi qitimliq azaytish miqdorini boshladik. Hozir Changshadagi hambahir velosipedlarni yig'ib elish xizmati asosiy jihatdan tamomlandi. Velosipedlar vaqtliq isklatda remont qilinayotdi. Changsha shaharda normasi bekitilgandan keyin nomer taxtisi qo'yilib qaytadan bozorga selindi. Meituanning Changshadagi aloqador xodimi Chinchen o'zlarining 100 mingga yaqin hambahir velosipedni qaytarib olganligini hamda ijaraga olgan maydonda tartiblik to'xtaganligini, maxsus odamning dejornilik qildiganligini aytdi. Changshadagi hambahir velosipedlar qarta biz Changsha shaharlik hukumatning o'rinlashtirishiga asosan nomer taxtisi yo'q avtomobillarni yig'ib oldik hamda maxsus odam o'rinlashtirib 24 soat boshqaramiz. Changshada chekindirilgan 400 ming hambahir tokliq velosipedning mutlaq ko'p qismi Changsha ko'chalariga qayta selinmaydi yoki chuvib tashlandi. Navbatda Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhenlar elektrik motosikletning taraqqiyotiga ilhom bermaydiganligini aniq bekitdi. Ko'p sondagi 2-chi, 3-chi saptiki shaharlarmi elektrik motosikletdan o'rtaq foydalanishga qarta qattiq o'lcham ta'sis qildi. Buningga qarta Tongji Dashusi iqtisod va boshqarish yo'yanining professori Judajian mundaqdiri. Shahar boshqaruvchilarmi buningdan ilgari Ofo vayron bo'lganda zo'r miqdorda axlat avtomobili paydo bo'lishdek savoqni qabul qilib, korxona ishlatuvchilar bilan o'rtaq tunish hosil qilish kerak. Mulozimat masalasini qanday hal qilish eng asosliq. Chunki bek ko'p bo'lib ketsa mulozimat yaxshi bo'lmaydi. Bek oz bo'lib qolsa-mu mulozimat yaxshi bo'lmaydi. Cho'qim yaxshi o'ylashib, umumiy bo'lgishni tepib chiqish kerak. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz misharda oxirlashdi. Programmamizning muharriri va kirishtirguvchisi Gulri Surat, mas'ul muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Nijat Abduqodir. Mikrofon oldida do'stonlar Mahliya Ibrohim sizlar uchun xizmatda bo'ldi. Atki programmamiz teximiz har xil, at ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. Kech soat 22 dan 45 minut. Metro 4-ci liniyasının ən axırqı bir isminası. Ustamның metro şoförü bolğan 15 ildən boyanqı 789-cı qitimliq axırqı isminası. Kech saat 23-dan 15 minut ötken vaqt. Lutfullah doktor bir ciddi keselning operatsiyasiga tayyorlik qilmoqda. Yarım saat burun Şimali aylanmada bir qitimliq eg'ir qatnash vaqasi yuz bergan edi. Kech saat 1dan 8 minut o'tgan vaqt. Kechilik tahrir endi amdili bir maqolani tekshirib qo'ygan edi. 6 soatdan keyin bu maqola har qaysi to'r bekatlarning bosh o'rinda e'lon qilinadi. Kech saat 4:30. Reym aka bir kunlik xizmatni boshladi. Bu shaharning cho'ng kichik nurg'un ko'chalarini supurib baqqan u boshqa yurtdan kelgan bo'lsa-mu, ammo bu shaharga muhabbati cho'nqur. Səhər saat 5:30. Bugünkü Tunji 58 yolunun koça avtobusu Şixaba avtobus baş beketining yo'liga chiqdi. Şoför ustamning eng yaxshi ko'radigini səhər quyoshning ustuqdan chiqqanini yo'lda mang'ash kutib olish.
shahardagi uyqusiz kechalar. Men tirishdim, men baxtlik. Xayrlik sahar mehnatkash kishilar. Sizlar bu shaharning harorati va hayotligi. Jahondagi ishlarni bizdan angla. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Qonun liniyasi. Qonun liniyasi. Qonun bilimlerini öğreniş arqılıq universal sapayınızı östürməkçi, logikалық təfəkkür qilish iqtidarınızı aşırmaqçı, özünüzün hüquq mənfəətini qanun arqılı qoğdaş eğinizni yetildirməkçi bolsanız, Qanun Liniyasi programmasını anlaşda qo'ldan berib qo'ymaq. Salam qadrli do'stlar, əmdi Qanun Liniyasi programmasını başlaymiz. Programmamızın asosiy mazmunlari tuvanligicha. Xaynan o'lkasi Sanya shaharlik xalq qurultiyi partiya guruhining a'zosi Lan Wenchuanning intizomga xilof qilinishi hamma hayron qoldirdi. Haq talab qonun dasturi rasmiy yo'lga qo'yildi. Undaqda uning ahamiyatini qanday tushunish kerak? Tuanni dehqonlar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Şovang imtihonda saxtlik qilib maktabdan chekindirilgandan keyin maktab ustidan arz sunib mag'lub bo'ldi. Qadir aka davolanish sug'urtasini topshirmay turib idorasidan davolanish xarajatini otchot qilishni talab qildi. Undaqda u bu da'voda yengdimi? Tuanda delo misollari sahifasini anlatamiz. Delo misol sayfimizga yetib keldik. Xaynan o'lkasi Sanya shaharlik xalq qurultiyi partiya guruhining a'zosi Lan Wenchuanning intizomga xilof qilmishi hammani hayron qoldirdi. O'z muxbirimiz Fazilat Arsan bu vaqt xabar berdi. 2019 yılı 8 ayının 16 günü Xaynan өлkəsi Sanya şəhərlik xalq qurultiyi partiya qrupusinin a'zosi Lan Wenchuan intizomga, qonunga ağır xiloflik qilishga chetilganligi uchun Xaynan o'lkalik reviziya komitetining delo bejirgichisi tarafidan elib ketildi. Ayni chaqda Lan Wenchuanning hukumat taraf qisqacha tarjimalida yanala shonliq natija bor bo'lib, u Sanya shaharlik xalq qurultiyi doimiy komiteti partiya guruhining sobiq a'zosi, muavin mudir nomzodi. İlgiri Sanya shaharlik universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasi partiya guruhining shujisi, idora boshlig'i, shaharlik hukumatning muavin bosh kotibi, shaharlik bog' o'rmon muhit asrash idorasi partiya guruhining shujisi, idora boshlig'i, shaharlik hukumat partiya guruhining a'zosi, muavin shahar boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan. 2020 yılı 3. ayda Xaynan o'lkalik reviziya komitetining tekshirishi orqali Lan Wenchuanning pora elish delosi Xaynan o'lkalik taftish mahkamasi 2. sho'ba mahkamasining tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi. 4. ayda bu delo ayblandi. Yaqinda sud mahkamasi Lan Wenchuanga pora elish jinoyati bilan 11 yillik muddatli qamoq jazosi berdi hamda 1.800.000 yuan jarimani qo'ydi. Birinci sud hükümü e'lon qilingandan keyin Lan Wenchuan hükümge qoyil bo'lib norozilik arzi sunmaydiganligini bildirdi. Yaqinda jazo o'tash oldidagi tarbiyalash orqali Lan Wenchuan Xaykov turmasiga o'zgartirilishga ilib ketildi. 2009 yılı 7. ayda Lan Wenchuanning ishlari o'ngishli bo'ldi. Әмділі 46 yaşqa kirgan Lan Wenchuanning xizmat ifodasi gavdalik bo'lg'achqa, Sanya shaharlik universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasiga o'stirilib, partiya guruhining shujisi, idora boshlig'i bo'ldi. Tunji qatim muhim ish o'rnida birinchi qo'l rahbar bo'lish uning kasbiy hayotidagi burilish nuqtasi bo'lib qoldi. Shundaqla uning chiriklashib tushkunlashishi, huquq pul savdosi, chiriklik yo'liga qadam qo'yishidagi boshlanish nuqtasi bo'lib qoldi. 2020 yılı 7. ayda Sanya şəhəri qoidaga xilof qurilishlarga markaziy zarba berish bazğan harakatini qanot yaydırdı. Bazğan harakatining qo'mondoni bo'lish sifati bilan Lan Wenchuan to'lib tashqan g'ayrat bilan ishga kirishib ketdi. Lekin u asta-asta xodini yo'qotib qo'ydi. O'zining gapi bo'yicha aytganda, u Sanyadagi dangdar shaxs edi.
Sanyadagi Shangya uy chiqish ko'chirish cheklik shirkatining xo'jayini Liu Famillik boshqalarning tonishtirishi bilan Lan Wenchuan bilan tanishdi. Bir kuni haraq ustida Liu xo'jayin ochiq oshkora holda belgilimga xilop qurilishlarni chiqishni huddiga ilishni o'tindi. Lan Wenchuan bo'lsa, nurg'un kishilar munosabatga tayinib meni izlaydi. Biz yig'in echib tadqiq qilgandan keyin bekitimiz degan. Liu xo'jayin bo'lsa, Lan idora boshlig'i, xotirjam bo'ling. Shirkatimizning belgilimiga xilop qurilishlarni chiqish tajribasi mo'l, aslahalar to'liq. Uning ustiga men ish qila olmayman. Odam bo'lish nima bilaman. Idora boshlig'ini hargiz umidsizlantirmayman, deydi. Liu xo'jayinning ko'ngil izhor qilishi bilan Lan Wenchuanning ko'nglida son paydo bo'ldi. Lan Wenchuan Sanya shahri Xedong rayonidagi belgilimiga xilop 5 qurilish va Fenghuang yo'li qatorliq belgilimiga xilop qurilishlarni Liu xo'jayinning qilishiga topshirib berdi. Va'dasini amalga oshirishni unutib qolmagan Liu xo'jayin Lan Wenchuan bilan Sanyadagi bir mehmonsaroyning ayrimxonasida ko'rishib, oldin tayyorlab qo'ygan 100 ming yuan naqd pulni Lan Wenchuanga berdi. U umrida tunji qatim zo'r so'mliq tapan haqqini qabul qilib, o'ziga tasalli berib, nihoyatda tezla tinchlanadi. Bir necha kun o'tgandan keyin Lan Wenchuan Liu xo'jayinni esiga oldi. U bu odamni bo'sh chaqlag'ili bo'lmaydi. U deganini qildi. Ham jamiyatda xili yo'li bor. Bundaq kishilar bilan aloqa qilsa, ishonchlik deb o'ylaydi. Arqadınlar Lan Wenchuan Sanya shahrining ko'p qism belgilimiga xilop qurilishlari va bir qism belgilimiga xilop qurilishlari va bir qism jiddiy ahvolga taqobil turish qurilishlarni Liu xo'jayinning chiqishiga topshirib berdi. 2009-yildan 2012-yilgacha Lan Wenchuan Sanya shaharlik universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasining boshliqlik vazifasidan foydalanib, Shangya shirkatining chiqish ko'chirish qurilishini huddiga elishiga yordam berib, ilgari keyin bo'lib 6 qatim Liu xo'jayindan 3 million 400 ming yuan tapan haqqi olgan. Shaharlik universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasining hukumat chiqib ko'chirish qurilishining hammasi jiddiy ahvolga taqobil turish turiga tava bo'lib, xaridor chaqirish hojatsiz. U idora boshlig'i bo'lib, chiqish ko'chirish qurilishini Shangya shirkatiga berishni qaror qilishga huquqli. Keyin Lan Wenchuan Shangya shirkatining mablag' obrotida qiyinchilik ko'rilganligini anglab 3 million 400 ming yuandan 1 million 200 ming yuanni Liu xo'jayinga qaytarib berdi. Lan Wenchuan Sanya shaharlik universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasi, bog' o'rmon muhit asrash idorasi, hukumatning muavin shahar boshliqlik vazifasini o'tagan 10 yilda cho'ng huquqni o'z oldiga egillagan. Kichik huquqmi tarqaqlashmagan edi. Bo'libmi qurilish ishida u bir odamning degani hisob bo'lgan. Longshui 2013-yilning beshida Sanya shahri Xayxong yo'lini kengaytib ko'kartish, yetishtirish yangi yo'li manzarasining darajasini o'stirish, Yushu yo'lini ko'kartish va Sanya shahri aylanma yuqori suratlik Fenghuang yo'li eksport yo'lini ko'kartib o'stirish qurilishi tasdiqlanib, pat arada ish boshlanadi. Puras sezimi kuchlik yakki tijoratchi Yang Famillik nihoyat tezda shu chog'dagi Sanya shaharlik bog' o'rmon muhit tozaligi boshqarish idorasining boshlig'i Lan Wenchuanni izlab kelib, bu bog' o'rmon manzara turlarini kengashib o'diga elishni hamda qurilishga xaridor chaqirishga qatnashishni talab qildi. Lan Wenchuan Yang Famillikning samimiyati borligini his qilib, bu qurilishlarni uning shirkatiga berishga qo'shildi. Yang Famillikning shirkatining tanlanishiga haqiqiy kapolat qilish uchun Lan Wenchuan darhol xaridor chaqirish vakolatchilik shirkatiga aytib, yangi yo'l manzara darajasini o'stirish, Xayxong yo'lini kengaytib ko'kartish, Sanya shahri shahar aylanma yuqori suratlik sumuruq eksport qilish yo'lini ko'kartish va Yushu yo'lini yeshillashtirish qatorliq 4 qurilishni Yang Famillikning shirkatiga huddiga berishni ochiq oshkora talab qildi. Qurilish bitgandan keyin yana bir qator qiyin masalalarni Lan idora boshlig'i hal qildi. Masalan, qurilishga pul ajratish, qurilishni tekshirib o'tkazib olish raschoti qatorliqlar. Barliq qurilishning o'ngishli tamomlanishi uchun Yang Famillik yanada kon usul bo'yicha pul bilan yo'l yasaydi. 2013-yili va 2014-yili chag'anning oldida Yang Famillik Sanya shahri Shujao kentidagi Lan Wenchuanning yurtiga ayrim holda 600 ming yuan, 1 million yuan sovg'a qildi. 2004-yili 6-oyda Sanya Luxuyto sayohat rayoni echish cheklik shirkati ochgan Banshan yerim orali sayohat yerlik tur qurilishining oldingi bosqichli xizmati boshlangan bo'lsa-mu, yaqin atrofdagi kanat aholilari bu turga yer ishlatishda qonunga xilof qurilishlarni talashib selib, tur qurilishiga to'sqinlik qildi. 2009-yilning keyingi yermida Sanya shaharlik partikom shaharlik hukumatning o'rinlashtirishiga asosan shu chaqda shaharlik universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasining boshliqlik vazifasini o'tayotgan Lan Wenchuan bu turni nuqtada sinaq qilib, maxsus Luxuyto 1, 2, 3 turkumga xiloflik qilish harakatini tashkillagan.
Lan Minchuan o'zi o'tirg'a chiqib belgilimiga xilop selingan 100 dan ortiq uyni chiqib etdi. Ayni chaqda Sanya Luxito sayohat rayoni echish cheklik şirketining ijroiya mudirlik vazifasini o'tayotgan Fan familik Lan Minchuanning shirkat turidagi belgilimiga xilop selingan uyni chiqib etganligiga rahmat aytish uchun hamda belgilimiga xilop selingan qurilishga zarba berish va talishib qurishga qarshi turish salmoqini davomli so'raytib 2010-yili chag'andan burun 1 million yuan Shangang puli to'plab Lan Minchuanga sovg'a qilgan. Topshirib olgan bu pulga Lan Minchuanning qonunsiz selingan qurilishlarni cheqish kuchi qo'shilgan bo'lib, nihoyatda tezla belgilimiga xilop selingan va yangidan selingan qurilishlarning hammasi chiqib etilib, Banshan yerim orali sayohat turi o'ngishliq ilgari surildi. 2010-yili 7-oyda Xaynan Lifeng ashyo obroti echish boshqarish cheklik shirkati bilan Nanshin mablag' selish cheklik shirkatining Sanya Nanshin yangi yezi egilik so'rinda Nanshin ashyo obroti markazi turini echish to'g'risidagi xabari oshkorlanib qoldi. Shu joydagi kanat aholilari bas-basda bu turni ishlatishda qonunga xilof qurilishlarni keng ko'lamda soladi. Qonunga xilof qilmishlarni chuvishdek og'ir vazifa tabiiy holda Lan Minchuanning zimmasiga tushidi. Lekin bu qatim Lan Minchuan hech qanday harakat qilmaydi. Ishchi titildab ketgan Xaynan Lifeng ashyo obro taraqqiyot boshqarish cheklik shirkatining bosh mudiri Zhuang familik Lan Minchuanni izlab, turni baldiroq boshlashga qulaylik yaratish uchun bu xizmatni cho'ng tutib ishlashni talab qiladi va samimiyatini bildirish uchun 2012-yili 5-oyda Zhuang familik Sanya shahri Linchuanxi yo'lidagi bir choyxonaning ayrimxonasida Lan Minchuanni choy ichishga taklif qilib, ilgari keyin bo'lib 2 qatim Lan Minchuanga 400 ming yuan va 800 ming yuan topon haqi berdi. Lan Minchuan nihoyatda tezda qonunsiz qurilishlarni chiqish shirkatini tashkillab, belgilimiga xilof qurilishlarni keng ko'lamda chaqtirdi. 2020-yili 4-oyning 9-kuni Lan Minchuan para ilish jinoyati delosiga chetishliq bo'lib, Xaynan o'lkalik taftish mahkamasining 2-sho'ba mahkamasi Xaynan o'lkalik 2-o'tir xalq sud mahkamasi qonun bo'yicha ayblaydi. Sud mahkamasi bunda qarab chiqdi. 2009-yildan 2019-yilgacha Lan Minchuan vazifasidagi qulaylikdan foydalanib, qurilish turiga xaridor chaqirish, qonunga xilof qurilishlarni bartaraf qilish, vaqtli qurilish ijozati, e'lon taxtasini tasdiqlash qatorliq jihatlarda Shangya shirkati qatorliq 20 shirkat va shaxsni yordam bilan ta'minlagan. Yuqorqi shirkat va shaxslar bergan topon haqqi 14 million 480 ming yuan xalq puli, 1 million yuan Shangang puli va 10 ming Amerika dollari bo'lib, xalq puliga sundirganda jami 15 million 411 ming yuandan oshgan. Lan Minchuan oilasidagilarning barliq harom puldan chekinib chiqqanligini ko'zda tutib, yenik jazo berishga bo'ladi. Yaqinda Xaynan o'lkalik 2-o'tir sud mahkamasi para ilish jinoyati bilan Lan Minchuanga 11 yillik muddatli qamoq jazosi bergan hamda 1 million 800 ming yuan jarimani qo'ygan. Qonunda belgilangan dam olish kunlarida smeni qo'shib ishlasa ish haqi qanday hisoblanadi? Ota-onalar farzandlaridan navr beqish haqi talab qilsa bo'ladi. Qonunli huquq manfaatingizni qo'g'day oladingizmi? Diqqatingiz qonundan savat saytimizda bo'lsin. Qonundan saat saytimizga yetib keldik. Haq talab qonun dasturi rasmiy yo'lga qo'yildi. Undaqda uning ahamiyatini qanday tushunish kerak? Muxbirimiz Nuzgul Emir bu vaqt xabar berdi. Haqtilab qonun dasturi yangi Jungo qurilgandan buyon qonun dasturi deb atalgan tunji qonun. Yangi davrda elimizning sotsialistik qonun idora qilish qurilishining zo'r natijasi. Haqtilab qonun dasturi davlatimizning haqtilab qonun tuzumining texmi pishib etilib, texmi muqimlashib, davlatni umumyuzli qonun bo'yicha idora qilish ilgari surishining muhim belgisi. Dövlətimiz 1954-ci, 1962-ci, 1979-ci, 2001-ci illəri haqtilab qanun dasturunu tüzüşük əlaqədar xidmətlərini 4 qitim başlagan. Lekin şərait şəklimiz tüpəyildən tamamlanmagan. Partiya 18-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığında haqtilab qanun dasturunun ibarət bu mühim qanun çıxırış vəzifəsi oturuq qoyuldu. 5 yıldan köprək tirişiş arqılıq haqtilab qanun dasturi neçə avlad kişilərinin arzusu əməlgə aşırıldı. Haqtilab qanun dasturi baravar haqtilab subyekti o'tirisidagi jismoniy munosabat va mol-mulk munosabatini tengshaydi. Sosialistik bozor egiligi harakatining asosiy qoidasini bekitib, haqtilab qanun dasturining xosligi bilan o'rtoqligi, varislik qilish bilan yangilik yaratish, Jungocha alaylik bilan xalqaro nazar o'tirisidagi munosabatni muvofiq bartaraf qilib, sog'lomlik, mol-mulk bexatarligi, savdo qulayligi, turmush, insoniy izzat, hurmat qatorliq jihatlardagi huquqlarni baravar qo'g'dashni kuchaytirib, yangi davr sharoitida davlatni umumyuzli qonun bo'yicha idora qilishni ilgari surishda muhim yetakchi ahamiyatga ega.
Haq talab qonun dasturi Jungocha sosialistik qonun sistemasida muhim o'ringa ega. U asosni puxtalaydigan, ko'zlimni muqimlashtiradigan, yiroq kelgusiga manfaat yetkazadigan ul xarakterli qonun bo'lib, davlatni umumyuzlik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitish, sosialistik qonunchil davlat qurishni tiziltish, sosialistik bozor eglikini rivojlantirish, sosialistik asosiy iqtisodiy tuzumni mustahkamlash, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida ching turish, xalqning huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'g'dash, davlatimizning kishilik huquq ishlarining taraqqiyotiga turtki bo'lishda, davlat idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishini olg'a siljitishda muhim zo'r ahamiyatga ega. Haq talab qonun dasturi 1-oyning 1-kunidan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Bu Jungoda tunji qonun dasturi nomi bilan atalgan qonun. Shundaqla ijtimoiy turmush qomusi deb atalgan bo'lib, xalqning o'ylanish, turalg'u, to'r turmush munosabatlik belgilimlar, hatto qandaq ism qo'yishga oid bir qator yangi belgilimlar rasmiy yo'lga qo'yildi. Undaqda bu yangi qoidalarga qanday qarash kerak? Bu o'zgarishlarning keyindagi ahamiyatini qanday tushunish kerak? Mamlakat xalq qurultiyi asos qonun va qonun komitetining a'zosi, haq talab qonun dasturining qonun chiqarishiga butun jarayonda qatnashgan nopozliq mutaxassis Sun Shenjung bu haqda muxbirlarning ziyoratini qabul qildi. Jungoda hozir yo'lga qo'yilayotgan qonundan 300 natisi bor. Haq talab va savdo ishlariga chetildigan qonundan 20 natisi bor. Nima uchun yana haq talab qonun dasturi yo'lga qo'yildi? Sun Shenjung mundaq dedi. Oddiy qilib aytganda 3 tarafdan qimmati bor. Birinchidan, ilgari 20dan ortiq qonun noit tarqoq sistemliq emas. Dunyodagi har qaysi davlatlarning hammasi tugidek haq talab qonun dasturi bor. Haq talab qonun dasturi chiqarishning birinchi foydasi shuki, bu qonunlarni birlashtirib, qonunning ishki sistemasini bir qadar moslashtirg'ili bo'ldi. Ikkinchi, qonunni davrga moslashtirg'ili bo'ldi. Bu bizning aloqa to'ri davri uchurlashtirish davriga qadam qo'ygandan keyin yo'lga qo'yilgan qonun. Ilgirki qonunlarda bu masalalarga ancha e'tibor berilmagan. Biz hozir tuzib chiqqan haq talab qonun dasturida belgilangan sonliq ma'lumot mulki masalasi, bo'libmi zamonaviy uchurlashgan jamiyat sharoitida shaxsiy sirni qo'g'dash masalasi qatorliqlar amaliyotda zamonaviylashishning talabiga uyg'un keldi. Uchinchi, aslidagi qonun chiqarish jihatidagi yetarsizlikni to'liqlash kerak. Bizning ilgirki ba'zi qonunlarimiz, masalan, haq talab qonunining umumiy qoidasi planliq eglik davrida tuzilgan. Uning mablag' silish tuzumi, xalq huquqi tuzumi nurg'un jihatlardagi bozor egligi tuzilmasiga, xalq huquqining asosiy talabiga uyg'un kelmaydi. Hatto to'xtam qonunidami mushundaq nuqsonlar bor. Bu qitimqi yangi qonun chiqarish orqali bu tuzumdagi yetarsizliklarni to'liqlashga bo'ldi. Shunga haq talab qonun dasturi orqali idevilik, texnikalik sistema jihatdan intayin zo'r ilgirlash va yangilashni ishga oshirdik deyishga bo'ldi. Mana bu uning ahamiyati. Odatdagi ommaga nisbatan aytganda haq talab qonun dasturining ahamiyati nima? Sun Shenjung mundaq dedi. Haq talab qonuni degan bu so'z anglamoqdala puhralar bilan munosabatlik taqildi. Haqiqatan shundaq. Har birimiz tug'ilibla bir haq talab subyekti bo'lib, umr bo'yi haq talab turmushi bilan shug'ullanamiz. Oldi bilan siz tug'ilibla ota-ona bilan farzand o'rtasidagi munosabat paydo bo'ldi. Siz boshqalarning farzandi, ota-ona bilan qonuniy munosabatingiz bor. Siz o'qiyotgan yoki yasliga kirgan vaqtingizda maktab bilan qonuniy munosabatingiz bo'lishi mumkin. Keyin xizmatni boshlasangiz, sizning ishga o'rlashgan o'rin bilan qonuniy munosabatingiz bo'ldi. O'zingiz iyilik tiklasangiz, iyilik tiklash huquqingiz bo'ldi. To'y qilgandan keyin yana er-xotinlik, oila munosabatingiz paydo bo'ldi. Agar yana farzandlik bo'lsangiz, orqadanla farzand jihatdagi oila munosabati paydo bo'ldi. Shunga odam bir umr haq talab qonundan ayrilanmaydi. Haq talab qonundagi barliq munosabatga siz tabiiy holda qatnashsiz. Shunga puhralar uchun aytganda uning ahamiyati intayin zo'r. Konkret moddalar ustida to'xtalganda nurg'un kishi yaqindan buyon jamiyatda uy ijara etish to'g'risida ba'zi qiziq nuqtalarga diqqat qildi. Haq talab qonun dasturida ko'pchilikning uy ijara etish bexatarligi kafolat qiladigan aloqador belgilimlar bormi? Sun Shenjung mundaq dedi. Uy ijara etish masalasida haq talab qonun dasturidagi ijara to'xtamida ijara olg'uchining manfaatini kuchaytirish kerak deb aniq belgilangan. Bunun ichida eng muhimi to'xtamni bekor qilish huquq masalasi. Haq talab qonun dasturida ijara haqqini xohlagancha bekor qilish, ijara munosabatini xohlagancha to'xtatish, qarshi tarafga ma'lum qilib uqtirish muddati, yetarli tayyorlik vaqti berish aniq belgilangan. Bu masalalarning aniq belgilamasi bor. Biz yana qarmoqda intayin inchki ko'rinadigan ba'zi yangi belgilimlarga diqqat qildik. Masalan, dangliq to'r nomiga qarata haq talab qonun dasturidami buningga kafolat qilingan. Undaqda bu nimani ko'z tutganlik? Sun Shenjung mundaq dedi. Biz ba'zida to'rda ba'zi ismlarni ko'rsak, tabiiyla ma'lum bir kishi esimiz keldi. Bu to'r nomi muayyanlashtirilgan bo'lib, uning qonuniy ismi bilan o'xshash. To'r nomi bekitilgandan keyin u vakillik qiladigan, gavlandiradigan ijtimoiy qimmat bilan munosabatlik.
Şuna biz uni isim famila huquqining bir alayda turi sifatida qo'g'dishimiz nihoyat ahamiyatli. Bu ixtilof qonun dasturidagi yorqin nuqtalarning biri. Ixtilof qonun dasturida to'rdagi mavhum mol-mulkni qo'g'dash belgilangan. Lekin ko'pchilik doim chaqchaq qilib, "Men o'lib ketgandan keyin kim mening to'rdagi qarzimni qaytardi?" deyishidi. Yana bir tarafdan raqamlik miros masalasiga ixtilof qonun dasturi texi diqqat qilmagandek qildi. Bu nimani ko'z tutganlik? Sun Shenjong bu vaqtda mundaq dedi. Buningdagi 127-modda to'r mavhum mol-mulk va sonliq ma'lumot mulki to'g'risidagi belgilama jamiyatimizdagi nihoyat zo'r ilgirlash. Sonliq ma'lumot mulki amaliyotda haqiqiy mulkka o'xshash faqat qo'limizdagi qog'oz pul yoki reallikdagi ko'chma mulk, ko'chmas mulk aylangandek, u boshqa bir bo'shliqda haqiqiy mavjud bo'lib turdi. Masalan, unidordagi mulk, chiqimdan yoki boshqa mulk. Ixtilof qonun dasturining bu belgilamasi nihoyat ahamiyatli. Nimishqa buningda aloqador belgilamlar inchik yozilmadi? Qonun chiqarganda biz bu muzokara etib bo'lgan. Natijada ko'pchilikning birdek fikr hosil qilishi tas bo'ldi. Shunga bu masalalarni kelgusidagi qonun belgilamalariga qoldirib qo'ydik. Mavhum mol-mulkka qarata belgilama chiqarish texnik murakkab. Birinchidan, mavhum mol-mulkning bir qismi mol-mulk bo'lishi mumkin, lekin bir qismi mol-mulk bo'lmasligi mumkin. Boylik reallikning bir xil mavjudligidir. Masalan, Huawei u haqiqatan boylik, lekin ba'zilar o'yin o'ynasa, to'r o'yindagi bir qilish, nayza qatorliqlar mulk bo'lmasligi mumkin. Faqat o'yin o'ynagandala to'plagan natijalardan iborat. Buni iste'mol qilib bo'lmaydi. U faqat bir xil ro'yi havas bo'lishi mumkin. Shunga texmo inchik ayirish kerak. Biz kelgusida qonun chiqarib bu masalalarga oid belgilamlarni yanada tafsillashtirishni umid qilamiz. Gerçi biz raqamlik jamiyatga qadam qo'ygan bo'lsak-mu, ammo bu sohadagi masalalarni hozir texi bir yurish sistemli qoidalar orqali xulosalab chiqish qiyin. Lekin qonun oldi bilan uni belgilaydi. Bu nihoyat yaxshi boshlanish. Yana bir intayin amaliy bo'lgan bizga kelgusi yetib keldi deb his qildiradigan bir misol bor. Hozir ko'pchilikning turmushda umumyuzlik holda narsa setib olganda yon telefon orqali skanerlash masalasi mavjud. Undaqda ixtilof qonun dasturida shaxsiy maxfiyatlikni qo'g'dash masalasi chetiladigan belgilama bormi? Sun Shenjong bu vaqtda mundaq dedi. Ixtilof qonun dasturida bu vaqtda belgilama bor. Ixtilof qonun dasturining belgilamasi hozir mamlakat xalq qurultiyi doimiy komiteti dastlabki qadamni qarab chiqqan shaxsiylarning uchurini qo'g'dash qonuni bilan zish munosabatlik. Biz uchurlashgan jamiyatga qadam qo'ydik. Halbuki uchurlashgan jamiyat xuddi qo'sh besli xanjarga o'xshaydi. Bir tarafdan xalq ommasining turmushiga zo'r qulayliklarni olib kelsa, yana bir tarafdan shaxsiy uchurning ziyonga uchrash ehtimolligini oshirdi. Buni ilgari uchirtib boqmagan. Har ikki masalani tang o'ylash kerak. Masalan, yuz tonitish texnikasi. Men bir materialni qarasam, ba'zilar hojatxonaga kirgandimi yuzni tonitish texnikasini qo'llangan. Buning zaruriyati yo'q. Bu shaxsiy uchurni haddidan ziyoda to'plash masalasiga berib taqildi. Uningdan boshqa uchurni nomuvofiq ishlatish, hatto setish qatorliqlar odatdagi fuqarolar uchun aytganda nihoyat zo'r xiyim xatar hisoblanadi. Shunga shaxsiy uchurlarni to'plash, boshqarish, ishiltish halqalarida cho'qim qo'g'dashni kuchaytirish kerak. Ixtilof qonun dasturida bu ahvollar tafsili o'ylashildi. Lekin haqiqatni amaliyotni izlagan holda aytganda, ixtilof qonun dasturi faqat shaxsiy uchur daxli tarzga uchirgandan keyin qonun jihatdan qutqilish masalasini hal qildi. Texmi ko'p shaxsiy uchurni qo'g'dashda yanala shaxsiy uchurni qo'g'dash qonunning roliga tayinishga to'g'ri keldi. Kelgusida biz yana buyuk sonliq ma'lumot jamiyati qurib chiqamiz. Ixtilof qonun dasturi va shaxslarning uchurini qo'g'dash qonuni loyihasida shaxslarning uchuridan foydalanish ehtiyoji bilan shaxslarning alohidligini yo'qotish belgilangan. Bundaq bo'lganda bu masala asosiy jihatdan hal qilindi. Qonunning hayot kuchi uni yo'lga qo'yishda. Nurg'un qonunning ba'zi modellarini ishlatish nihoyat tez. Ko'pchilik uni o'lik modda deb ataydi. Ixtilof qonun dasturidami mushundaq o'lik moddalar bormi? Sun Shenjong bu vaqtda mundaq dedi. Mening tahlilim va tadqiqotimdan qaraganda ixtilof qonun dasturida o'lik moddalar bo'lmasligi kerak. Ixtilof qonuni jinoiy ishlar qonuniga o'xshamaydi. Uning eng cho'ng farqi jinoiy ishlar qonuni taftish mahkamasi, sud mahkamasi, jamoat xavfsizligi organi ishlatadi. Odatda fuqarolar ishlatmaydi. Ixtilof qonundagi nurg'un qoidalar harakat xarakterlik o'lcham bo'lib, sud mahkamasi, taftish mahkamasi yoki hukumat ishlatmaydi, balki fuqarolar o'zi ishlatadi. Bu dal ixtilof qonunining aloyidligi. Chunki ixtilof qonunni davolashuvchilar o'z tashabbuskorlik bilan qonunni tatbiqlaydi. Shunga o'lik moddalar bor deyishga bo'lmaydi. Sizning ifodangizdan shuni ko'rilishga bo'ldiki, sizning ixtilof qonun dasturiga alohida mehringiz bor ekan. Undaqda siz butun jarayonning qatnashchisi bo'lish sifatingiz bilan ixtilof qonun dasturini tuzish jarayonida qanday unutilg'usiz paytlarni boshdan kechirdingiz? Sun Shenjong bu vaqtda mundaq dedi.
Mən xalq qurultayı vəkili bolğandan keyin udan neçə il əxtilab qanun dəsturu tüzüş təklifini oturuq qoydum. Keyin mərkəz əxtilab qanun dəsturu tüzüşni qarar qıldı. Bu hüccət Cungo Kompartiyası 18 növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü umum yığınının 2014 yıl 10-cı ayının 23-cü günü çıxarğan qararı olub, nəhayət hayacanlandım. Çünki mening təklifim o'ttirda rolni joriy qildirdi. Uningdan qalsa əxtilab qanun dəsturunu chiqarish jarayonida men texi asos qanun va qanun komitetining a'zosi emas edim. Faqat odatdagi vakil bo'lib, doimiy komitetining muzokarasiga qatnashishga taklif qilingan edim. Ayni chog'da nəhayət hayajonlandim. Loyihaning nurg'un joylarini o'zim laylagan, nurg'un modellarini pishiq bilaman. Yana bir qatam 2020 yılı 5. ayının 28 günü saat 15'ten 15 minut ötkende əxtilab qanun dəsturi ma'qullanganda ko'pchilik o'rnidan turib chavaq chaldi. Bu ko'rinishlarni hozir o'ylasam da intayin hayajonlanaman, intayin xushal bo'laman. Əxtilab qanun dasturida Yangi Jungo qurilgan 70 yildan ko'proq vaqtdan buyanqi uzoq muddatlik amaliyotda shakllangan əxtilab qanun qoidalari sistemlik birlashtirilgan. Jungo millatining 5000 yildan ko'proq munavvar qonun madaniyati qabul qilingan. Qanun orqali idora qilish madaniyati qurilishining foydali natijalaridan o'rnak ilingan bo'lib, u davlatimizning sotsial xarakteri gavdalantirilgan, xalqning manfaati va orzusiga uyg'un bo'lgan, davr taraqqiyot talabiga moslashgan əxtilab qanun dasturi. Ro'shan Jungocha alayidlikka, amaliyot alayidligiga, davr alayidligiga ega əxtilab qanun dasturi. Əxtilab qanun dasturi davlatni umumyuzlik qonun bo'yicha idora qilishning muhim tuzum vositasi bo'lib, nurg'un belgilimlar aloqador davlat organlari bilan bevosita munosabatlik. Fuqarolar va qonuniy egalarning huquq manfaati, majburiyati munosabatiga bevosita chetildi. Əxtilab qanun dasturini yo'l qo'yish saviyasi va unumi har darajalik partiya va davlat organlarining xalq uchun mulozimat qilish asosiy maqsadini ado qilishni o'lchaydigan muhim o'lcham. Əxtilab qanun dasturining e'lon qilinib yo'l qo'yilishi əxtilab ishlari qonun idora qilish qurilishidagi barliq masalalarni bir qitimliq ajr bilan mangulik hal qilganlikdan derak bermaydi. Yana nurg'un masalalarni amaliyot davomida tekshirish, izlanishga to'g'ri keldi. Yana o'zliksiz yurishtirishga, to'liqlashga, inchikilashtirishga to'g'ri keldi. Masala yo'nalishida ching turib, yangi amaliyot asosida əxtilab qanun dasturini o'ziz mukammallashtirish va rivojlantirishga turtki bo'lish kerak. Əxtilab qanun dasturi davlatimizning qonun sistemasidagi modellar eng ko'p, ko'lami eng cho'ng, bob qurilmasi eng murakkab qonun. Əxtilab qanun dasturi elimiz qonun dasturining muqaddimasini ochdi. Davlatni umumyuzlik qonun bo'yicha idora qilish tarixiy musobaqasini ilgari surishda davr bo'lgich ahamiyatga ega bo'lib, davlatimizning qonun chiqarishni texnik sistemalik to'plashtirishga foydali. Tuzum sistemasining texnik ilmiy, puxta, texnik unumli hayot kuchga ega bo'lishni ilgari surish kerak. Əxtilab qanun chiqarish duch kelgan yangi vaziyat, yangi xirasga moslashish uchun əxtilab qanun dasturi belgilik oldin ko'rarlikka va echivtishchanlikka ega. Masalan, xalqning go'zal ekologik muhitga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun yeshil prinsip əxtilab qanunining asosiy prinsipi qilib bekitildi. Bilim mulk huquqi haqida yig'inchoqlash xarakterlik belgilama chiqarildi. Sonliq ma'lumot, tor mol mulk to'g'risida boshqa qonun chiqarish bo'yicha qo'llashga bo'lgan naql keltirish xarakterlik belgilamalar chiqarildi. O'ltiraqlish huquqidan iborat bu yangi tipdagi foydalanma narsa huquqi ko'paytirildi. Kishilik qadr-qimmat huquqi ayrim tuzildi. Shaxsiyat huquqi va shaxsiy uchurni qo'llashni kuchaytirish o'tirib qo'yildi. Ekologiyalik muhitga ziyon yetkazganlarni jazolash xarakterlik to'lam berish, to'rda huquqi chiqilish javobgarligi tuzumini mukammallashtirish qatorliqlar o'tirib qo'yildi. Bu tuzumlarda yangilik yaratish elimizning davlatni umumyuzlik qonun bo'yicha idora qilishda ching turishni yanada kuchaytirdi. Qonun idora qilgan sosial davlat qurib, ijtimoiy odillik, haqqoniyat va xalq huquqining ro'shan afzalligiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Buningdan boshqa əxtilab qanun dasturi umumiy huquqning yurgizilishini texnik qattiq qiliblaştirdi. Har darajalik partiya va davlat organlari xizmatlarni qanot yaydirganda xalq ommasi bahramon bo'lgan qonunliq əxtilab huquqiga daxli taruz qilsa bo'lmaydi. Bu qoidalar umumiy huquqning qonun bo'yicha funksiyasini ado qilishni ilgari surish, əxtilab huquqining daxli tarzga uchirmasligini ilgari surdi. Bu qonun idora qiladigan hukumat qurilishida muhim turtkilik rol o'ynaydi. Əxtilab qanun dasturi keng xalq ommasining huquqi, eng keng xalq ommasining tub manfaatini texnik yaxshi qo'g'dab, xalqning baxt saodatini oshirdi. Hörmətli radio anlıqçılar, vaxt münasibət bilan bugünkü proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın müharriri və kirişdirgüçüsü Fəzilət Arslan, məsul müharriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadir. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Ətki proqramımız görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
Jahondagi ishlarni bizdan anglang. Markaziy Xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Üzülmez çok keyfiyat